Assalomu alaykum. Xudo xolasa podsvetkamiz joyi. Imamiya qog'ozi gips kardon chiqadi. Dovoldan 3-4 sm gips kardonni ochib qoldiramiz, qolgani podsvetkaga qoladi inshaalloh. Bu yog'i ketdi masjidgacha 30 sm bo'ladi. Bu yoqdan qirrasidan 30 sm aylantiramiz. Xudo xolasa keyin boyiga novoq boshlanadi. Novoni nolgacha olib chiqamiz. Hozir endi gilamli bilan chiqarib oldik. Mana novoyimiz deyarli shu o'rinda shundoq chiqamiz. Xudo xolasa. Endi hozir novoni chetidagi cho'nnovoyini ishlash harakatini qilamiz. Akalar kuzatuvda bo'lamiz. Obuna bo'lish, shu zal qanaqa chiqadi, qiziq bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Like, istachi joyingiz sog' bo'lsin akalar. Sog' bo'linglar.